Tosh kasalligi bo'lgan bemorlarga bir nechta maslahatlar. Davron, toshing bo'lmasa ham eshitsang, kelajakda foydali bo'lishi mumkin. Buyrak va siydik yo'llarida tosh olib tashlandi degani bu toshdan umrbod xalos bo'ldingiz degani emas. Buyrak va siydik yo'llarida tosh paydo bo'lishining bir necha sabablari bor. Bulardan asosiysi hozirgi kunda metabolizmning buzilishi yoki moddalar almashinuvi buzilishi natijasida tosh paydo bo'lishi. Ko'pchilik bemorlarimizda tosh qayta paydo bo'lishi kuzatiladi. Buni oldini olish uchun tosh olib tashlangandan keyin yoki tosh tabiiy yo'l bilan tushgandan keyin uni laborator tekshiruvlar yordamida tarkibi aniqlanishi kerak va shunga qarab dieta yozib beriladi. Dietaga amal qilsangiz, toshlar paydo bo'lish ehtimoli kamayadi. Tosh kasalligi bor bo'lgan bemorlar hech narsa bezovta qilmagan taqdirda har 3 oyda yoki 6 oyda urolog tekshiruvida bo'lib turishi maslahat beriladi. O'zingizni asrang.